Hozir biz shundaq davrda yashayapmizki, to'g'ri ish qilishdan xijillik his qiladigan, gunoh qilmoq oson, gunohdan saqlanmoq tez, e'tiqodimizdan hudud siraydigan, din islom xuddi ortiqchidek atrofimizni buzuqchilik qoplagan, samimiyat yo'qolgan, e'tiqodimizga uyg'un yashash xuddi cho'g'ini tutqanga o'xshash qiyin bir davrda yashayapmiz. Payg'ambar alayhissalom bizning bundaq ahvolga duch kelganligimizdan allburun xabar berib bundaq deydi. Kishilarga shundaq bir zamon keladi, u davrda dinida mustahkam turg'uvchi xuddi cho'g'ini tutgan kishiga o'xshaydi deydi. E'tiqodida mustahkam turg'uvchi xuddi qiziq cho'g'ini tutgan kishiga o'xshash, bundaq qiziq tutsang qulun kuyadigan, azoblanadigan bundaq narsani tutma. Necha yil din islom deb yashading, endi bo'ldi qil. Boshqalarga o'xshash erkin yasha. Dunyoning huzuridan lazzatlan deganga o'xshagan tuyg'ular kelib qoladi. Hamshirlarimizning quloqiga shayton pisildab, nurg'un ayollar hijobsiz va niqobsiz xushal yashayotidi. Sen hijob artma deb o'zingni qiynab namoz qilsa, nurg'un o'g'il qizlar nikohsiz muhabbatlashib yashayotidi. Sen ippitingni deb hozir qadar bir muhabbating yo'q. Sen ularga o'xshash yoshliqingdan huzurlan deganga o'xshagan vasvasalarni silayotidi. Yana bir tarafdan hijobi va kiyinish sababli har xil bahonalar bilan chatqa qilishlarga uchrab, ularning e'tiqodida mustahkam turishi xuddi cho'g'ini tutgan kishiga o'xshash qiyin ahvolga tushib qolyotidi. Payg'ambar alayhissalom bundaq davrda e'tiqodida mustahkam turgan bir odamga 50 odamning savobi beriladi dedi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, bizdan 50 odamning savobi berilamdi. Ya'ni sahobalardan 50 odamning savobi berilamdi yoki ulardan 50 odamning savobi berilamdi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Sizlardan, ya'ni sahobalardan 50 odamning savobi beriladi" dedi. Bu nima degan buyuk savob? Bu savoblarga haqiqiy iymoni bor odamga nisbatan bu cho'g' emas, marvoy. Masalan, siz bir kuni ishdan noy charchab keldingiz. Men sizga yana 3 kilometr yugura, 100 ming dollar beray desam yuguramsiz? Albatta yuguraysiz. Balki 100 ming dollar degan gapni anglabla harg'inligingiz butunlay yo'qab g'ayrat kelasiz. Nimishqa? Mukofot cho'ng. Bu 3 kilometr yugurish jafo emas, pul tepishning eng yaxshi fursati. Shuningga o'xshash Allohga ishongandek, shuningga ishonaylikki, dinimizda mustahkam turganligimizning mukofotini olgan vaqtimizdagi xushalligimiz 100 ming dollarni olgan vaqtimizdagi xushalligimizdan nechasi oshib tushadi. Shuning uchun hozirgidek atrofimizni butunlay gunoh qoplagan, e'tiqodimizga har xil hujumlar kelayotgan davrda e'tiqodimizni har vaqt zararlab turishimiz kerak. E'tiqodimizni zararlaydigan birinchi omil o'lim. Biz dunyoda qanchalik yashaylik, qanchalik cho'ng ishlarni qilaylik, hayotning payzini qanchalik suraylik, o'limdan qutulolmaymiz. Cho'qim bir kuni o'lib ketamiz. Allohning oldiga berib qilgan atganlarimizning har biridan hisob beramiz. Allohning dinini deb, e'tiqodimizni deb, iymonimizni deb tatgan badallarimizning hech qaysi mukofotsiz qolmaydi. Ikkinchi omil namozga ahamiyat berish. Namozni o'z vaqtida Allohdan ayminib turib to'liq ado qilish iymonimizni kuchlantiradi. Alloh taolo bu haqda Qur'on Karimda qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un deydi. Uchinchi omil duo qilish, ya'ni Allohdan tilash. Chunki odam ba'zida o'zi xohlamasdan sirning ta'siriga uchrab iymonida tarvab qoladi. Biz emas, hatto payg'ambar alayhissalomning eng ko'p qilgan duosi: "Ey qalblarni boshqaruvchi Alloh, mening qalbimni diningda mustahkam qilgin" degan duo. Albatta bizdek normal insonlarning bu duoga texmi ehtiyoji bor. To'rtinchi omil oxirgi nuqtaga ko'z tikish va uni unutmaslik. Masalan, qattiq herib charchab kelgan odam 100 ming dollarni deb yana 3 kilometr yugurgan vaqtida bu jafoni jafo his qilmaydi. Nimishqa? Bu odam oxirgi nuqta bo'lgan 100 ming dollarga ko'z tikkan. Shuningga o'xshash bizmi tatgan jafolarimizda oxirgi nuqta bo'lgan jannatni har vaqt esimizdan chiqarmasligimiz kerak va shuni ko'z tikishimiz kerak. Shuni esimizdan chiqarmaylikki, jannatga boshlaydigan jafo jafo emas, jahannamga boshlaydigan rohat rohat emas. Biz bu dunyoga mehmon, u dunyolik kishilar. Shuning uchun jismimiz bu dunyoda bo'lsin, ruhimiz osmonda bo'lsin. Li ajlika ya Rabbi nas'a bila tawanin wa tahlu tariqul khatar nasiru wa nanshu